Pensionerlar, bugungi ma'lumotni diqqat bilan eshiting. Ayrim hollarda siz har oy to'layotgan 5 ta kommunal kvitansiya bo'yicha bit-buti kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni pulni avval to'lagan bo'lsangiz ham. Keyin davlat yoki tegishli ijtimoiy yordam tartibi orqali qaytarib olishingiz mumkin. Bu masala har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va yolg'iz yashayotgan keksalarga bevosita tegishli. Men bugun sizga qaysi kvitansiyalar haqida gap ketayotganini, kimlar bu imtiyozdan foydalana olishini, kimlar esa adashib qutmasligi kerakligini, qanday hujjat yig'ish kerakligini va qayerga murojaat qilish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning cho'ntagida qolishi mumkin bo'lgan pulni saqlab beradi. Ko'p pensionerlar har oy pensiya oladi. Lekin pensiya kelishi bilan uning katta qismi kommunal to'lovlarga ketib qoladi. Elektr energiyasi, gaz, suv, kanalizatsiya, issiqlik, chiqindi, lift, ta'mirlash badali kabi to'lovlar yig'ilib, oy oxirida pensionerning qo'lida juda kam pul qoladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, nogironligi bo'lgan, o'quvchisini yo'qotgan, urush yoki mehnat fronti faxriysi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar uchun bu juda og'ir. Avvallari ko'pchilik bunday to'lovlarni majburiy, nima bo'lsa ham to'lash kerak deb qabul qilardi. Ayrim pensionerlar hatto o'zlariga tegishli imtiyoz borligini bilmasdan yillar davomida kvitansiyalarni to'lab kelgan. Ba'zilari esa mahallaga bormagan, ariza yozmagan, hujjat topshirmagan. Natijada imtiyoz qog'ozda bor. Lekin odam undan foydalanmagan. Hozir esa ijtimoiy yordam va kompensatsiya masalalarida tartiblar ancha aniqroq bo'lib bormoqda. Ko'plab hududlarda pensionerning oilaviy ahvoli, daromadi, yashash sharoiti ro'yxatda turishi, yolg'iz yoki oila a'zolari bilan yashashi tekshiriladi. Agar pensioner belgilangan toifaga kirsa, ayrim kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyoz qo'llanishi mumkin. Bu men pensionerman. Demak, hamma narsa bepul degani emas. Lekin men pensionerman, hech qanday yordam yo'q deb o'tirisham katta xato. Asosiy gap shunda. 100% kompensatsiya odatda hamma pensionerga avtomatik berilmaydi. U aniq toifalarga, aniq shartlarga, ba'zan esa belgilangan iste'mol me'yorlariga bog'liq bo'ladi. Masalan, elektrdan me'yor doirasida foydalansangiz kompensatsiya qoplanishi mumkin. Lekin me'yordan ortiqcha ishlatilgan qismini o'zingiz to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun men bugun faqat sarlavhaga ishonib qolmasdan huquqingizni to'g'ri tekshirish yo'lini ham aytaman. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi bo'yicha. Har bir uyda chiroq, muzlatgich, televizor, kir yuvish mashinasi, ba'zan elektr pech yoki konditsioner bor. Pensionerlarning ko'pi elektrni tejaydi. Lekin baribir oyiga ma'lum summa chiqadi. Agar pensioner ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsa, yolg'iz yashasa yoki tegishli imtiyozga ega bo'lsa, elektr energiyasi bo'yicha to'lovning bir qismi yoki ayrim holatlarda 100% qismi kompensatsiya qilinishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim nuqta kvitantsiyadagi qarz sizning nomingizga, siz yashayotgan manzilga bog'langan bo'lishi kerak. Agar hisob raqam boshqa odam nomida bo'lsa, avval uni tartibga keltirish kerak bo'ladi. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz bo'yicha. Qishda gaz to'lovi ko'payadi. Isitish, ovqat qilish, suv isitish hammasi gazga bog'liq bo'lsa, pensiyaning katta qismi shu yerga ketadi. Ayniqsa hovlida yashaydigan pensionerlar qishda ko'proq qiynaladi. Gaz bo'yicha kompensatsiya masalasida ham iste'mol me'yori. Hisoblagich ko'rsatkichlari qarzdorlik, ro'yxatdan o'tgan shaxslar soni muhim bo'ladi. Masalan, uyda aslida 1000 nafar pensioner yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turibdi. Tashkilot hisob-kitob qilganda 5 kishini ko'rishi mumkin. Shuning uchun hujjatlar toza bo'lishi shart. Uchinchi kvitansiya ichimlik suvi va kanalizatsiya bo'yicha. Suv to'lovi ba'zan kichik ko'rinadi, lekin kanalizatsiya bilan qo'shilganda sezilarli summaga aylanadi. Hisoblagich bo'lmasa, odam boshiga hisoblanadi. Agar ro'yxatda ishlamaydigan yoki boshqa joyda yashaydigan farzandlar ham turgan bo'lsa, pensioner ortiqcha to'lov qilib yurishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Buvi yolg'iz yashaydi, lekin o'g'li, kelini va 2 nabirasi ro'yxatdan chiqmagan. Natijada suv to'lovi kishiga emas, 5 kishiga hisoblanadi. Bu kompensatsiyaga ham ta'sir qiladi. Avval ro'yxat masalasini tekshirish kerak. 4-kvitansiya issiqlik ta'minoti yoki issiq suv bo'yicha. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan pensionerlar uchun bu eng og'ir kvitansiyalardan biri bo'lishi mumkin. Markaziy isitish mavsumida summa birdan oshadi.
Ba'zi pensionerlar men uyda issiqlik past borib to'layapman deb shikoyat qiladi. Agar xizmat sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, alohida davlatnoma tuzdirish, qayta hisob kitob talab qilish mumkin. Agar pensioner imtiyozli toifada bo'lsa, issiqlik bo'yicha kompensatsiya ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda ham shartlar hududga, uy turiga va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bog'liq. 5-kvitansiya maishiy chiqindilarni olib chiqish bo'yicha. Ko'pchilik bu kvitantsiyani mayda deb o'ylaydi, lekin yil davomida yig'ilsa, pensioner uchun bu ham pul. Chiqindi to'lovi odatda ro'yxatdagi shaxslar soniga qarab hisoblanadi. Agar uyda 1 kishi yashasa-yu 4 kishi hisoblanayotgan bo'lsa, ortiqcha to'lov chiqadi. Ayrim ijtimoiy toifalar uchun chiqindi xizmatlari bo'yicha ham yengillik yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Muhimi bu kvitantsiyani ham e'tiborsiz qoldirmang. Men birinchi navbatda yolg'iz yashayotgan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning yoningizda doimiy daromadli farzand, turmush o'rtoq yoki boshqa boquvchi bo'lmasa, siz imtiyoz va kompensatsiya bo'yicha eng avvalo tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Ko'pincha odam farzandlarim bor deydi, lekin farzand boshqa shaharda, boshqa davlatda yoki o'z oilasi bilan qiynalib yashayotgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoya organlari real holatni ko'rib chiqadi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar sizda nogironlik guruhi bo'lsa, bu kommunal kompensatsiya masalasida muhim omil bo'lishi mumkin. Nogironlik guvohnomasi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari, pensiya turi va daromad miqdori ko'rib chiqiladi. Ba'zi hollarda nogiron pensioner nafaqat kommunal yordam, balki dori-darmon, parvarish, ijtimoiy xizmat bo'yicha ham qo'shimcha yordam olishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilada yashayotgan yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan pensionerlar. Agar sizning oilangiz ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olingan bo'lsa, buni kommunal to'lovlarda ham hisobga olish mumkin. Lekin ariza bermasangiz, hech kim har oy uyingizga kelib sizga pul qaytarib beramiz demaydi. Tizimda ma'lumot bor bo'lsa ham ariza va hujjat talab qilinishi mumkin. 4-toifa urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, ularga tenglashtirilgan shaxslar va ayrim maxsus imtiyozga ega fuqarolar. Bu toifadagi pensionerlar bo'yicha alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarning hujjatlari ko'pincha eski papkalarda yotganini ko'raman. Guvohnoma bor, lekin kommunal tashkilotga taqdim qilinmagan. Natijada imtiyoz ishlamayapti. Endi kimlar adashmasligi kerak? Agar pensionerning daromadi yuqori bo'lsa, u katta uyda yashasa, uyda bir nechta ishlaydigan oila a'zolari bo'lsa, ro'yxatda daromadli farzandlar tursa, kompensatsiya berilmasligi yoki cheklangan miqdorda berilishi mumkin. Yana bir muhim narsa, qarzdorlik bo'ligi har doim ham huquqni yo'q qilmaydi, lekin arzani ko'rib chiqishni murakkablashtiradi. Shuning uchun qarz bo'lsa, uni yashirmasdan bo'lib to'lash jadvali yoki qayta hisob kitob masalasini ko'taring. Birinchi misol. Toshkent shahrida 72 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.400.000 so'm atrofida. Qishda elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi uchun jami 6.000 so'mga yaqin kvitansiya keladi. Opa avval hammasini to'lashim kerak deb pensiyasining yarmini kommunalga berib yurgan. Keyin mahallaga murojaat qilgan. Yolg'iz yashashi, daromadi, pensiya ma'lumotlari, uy hujjatlari tekshirilgan. Natijada unga ayrim xizmatlar bo'yicha kompensatsiya tayinlangan. Eng muhimi, u ariza bermaguncha bu yordam avtomatik ishlamagan. Ikkinchi misol. Samarqand viloyatida bir boboning uyida gaz to'lovi juda katta chiqayotgan bo'lgan. Bobo, men kam ishlataman, nega ko'p chiqadi deb o'ylagan. Tekshirilganda hisoblagich ko'rsatkichlari vaqtida topshirilmagani, shuningdek eski qarz qo'shilib kelayotgani aniqlangan. Bobo avval kompensatsiyasi so'rab borgan, lekin unga avval hisob kitobni aniqlashtiring deyilgan. Gaz idorasiga borib dalolatnoma tuzdirgan. Hisoblagich ko'rsatkichlarini taqqoslatgan. Ortiqcha yozilgan summa qayta hisoblangan. Shundan keyin kompensatsiya masalasi ko'rib chiqilgan. Demak, ba'zan muammo imtiyoz yo'qligida emas, kvitansiyaning noto'g'ri shakllanganida bo'ladi. Uchinchi misol. Farg'onada bir buvi bir xonali kvartirada yashaydi. Ro'yxatda esa o'g'li va 2 nabirasi ham turadi. Ular aslida Rossiyada. Suv va chiqindi 1 kishiga hisoblanadi. Buvi har oy ortiqcha 60-90 ming so'm to'lab yurgan. Bir yilga hisoblasak 700-900 ming so'm pul havoga ketgan. U ro'yxat masalasini tartibga keltirgach, kvitansiyalar kamaygan. Keyin ijtimoiy yordamga ariza bergan.
Bu misol shuni ko'rsatadi. Kompensatsiyadan oldin ham to'lovlaringizni kamaytirishning qonuniy yo'llari bor. 4-misol. Qashqadaryoda hovlida yashaydigan pensioner qishda gaz ko'p sarflaydi. U kompensatsiya so'raganda tekshiruvchilar uyda o'g'li, kelini, 2 navrasi ham yashashini, o'g'li ishlashini aniqlagan. Shuning uchun byudjetga kompensatsiya berilmagan, faqat ijtimoiy holatga qarab qisman yordam ko'rib chiqilgan. Bu yerda pensioner xafa bo'lmasligi kerak. Tizim yordamni haqiqatan ham muhtoj odamga yo'naltirishga harakat qiladi. Birinchi nozik jihat. Bit-badaniy kompensatsiya degani cheksiz iste'mol bepul degani emas. Masalan, elektr energiyasini juda ko'p ishlatsangiz, konditsioner, elektr isitgich, nasos, katta muzlatgichlar tinimsiz ishlasa, me'yordan ortiqcha qism uchun kompensatsiya berilmasligi mumkin. Shu sababli har bir xizmatda me'yor tushunchasini so'rang. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz odatda bitta yashash joyiga qo'llanadi. Agar pensionerning nomida 2 uy bo'lsa, biri ijaraga berilgan bo'lsa yoki o'zi boshqa joyda yashab, ro'yxati boshqa manzilda tursa, savollar paydo bo'ladi. Hujjatdagi manzil, amaldagi yashash joyi va kvitansiyadagi hisob raqam bir-biriga mos kelishi kerak. 3-nozik jihat kommunal qarzlar. Ayrim odamlar kompensatsiya olaman deb umuman to'lamay qo'yadi. Bu xavfli, chunki qarz yig'iladi. Pensiya chiqishi mumkin, xizmat cheklanishi mumkin. To'g'ri yo'l, ariza bering, javobni kuting. Shu bilan birga qarzni qayta hisoblash yoki bo'lib to'lash bo'yicha rasmiy kelishuv qiling. 4-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizdan kompensatsiya chiqarib beraman deb pul talab qilishga haqli emas. Agar kimdir menga 200 ming so'm bering, hamma kvitansiya nol qilib beraman desa, ishonmang. Faqat rasmiy idora, mahalla, inson, ijtimoiy xizmatlar markazi, tuman hokimlik, kommunal tashkilot yoki davlat xizmatlari orqali harakat qiling. 5-nozik jihat. Ariza og'zaki emas, yozma bo'lishi kerak. Mahallaga aytdim, hech narsa bo'lmadi degan gap ko'p uchraydi. Men doim aytaman, og'zaki gap esda qolmaydi. Yozma ariza esa ro'yxatga olinadi. Arizangizga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlab qo'ying. Birinchi qadam. Barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv va kanalizatsiya, issiqlik yoki issiq suv chiqindi bo'yicha oxirgi 3-6 oylik kvitansiyalarni alohida papkaga soling. Agar qarz bo'lsa, qarz miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnomani ham oling. Telefoningizda skrinshot bo'lsa ham qog'oz nusxa foydali. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi. Pensiya miqdori haqida ma'lumot. Nogironlik bo'lsa guvohnoma. Urush faxriysi yoki unga tenglashtirilgan maqom bo'lsa tegishli hujjat. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Uy hujjati yoki ijro shartnomasi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, ro'yxatda kimlar turganini tekshiring. Mahalla yoki tegishli idora orqali uyda ro'yxatda nechta odam borligini aniqlang. Agar amalda yashamaydigan odamlar ro'yxatda turgan bo'lsa, bu kommunal to'lovlarni oshirishi mumkin. Bu masalani qonuniy tartibda hal qiling. 4-qadam, mahallaga va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozing: Men pensionerman. Daromadim pensiyadan iborat. Kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalyapman. Elektr energiyasi, gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha kompensatsiya yoki subsidiya tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. 5-qadam, har bir kommunal tashkilotdan alohida hisob-kitobni aniqlashtiring. Elektr idorasiga borib, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri kiritilganmi? Qarz qayerdan kelgan? Tarif to'g'rimi? Imtiyoz belgilanmaganmi? So'rang. Gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha ham xuddi shunday qiling. Ba'zan bitta xato butun kvitansiyani oshirib yuboradi. 6-qadam, javobni kuting. Lekin nazoratsiz qoldirmang. Ariza topshirgandan keyin bo'ldi, o'zi hal bo'ladi deb o'tirmang. 15 kundan keyin borib so'rang, ariza qaysi bosqichda ekanini biling. Agar rad javobi berilsa, yozma asos talab qiling. Rad etish sababi ko'rsatilsa, siz kamchilikni tuzatib qayta topshirishingiz mumkin. 7-qadam, farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Men bu gapni alohida aytaman. Ko'p keksalar idorama-idora yurishga qiynaladi. Farzandlar, nabiralar, sizlar ota-onangizning kvitansiyalarini tekshiring. Balki ular yillar davomida ortiqcha to'lov qilib kelayotgandir. Balki ularga kompensatsiya tegishlidir. Bitta kun vaqt ajratsangiz, har oy ularning byudjetida pul qolishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shunday.
pensionerlar elektr, gaz, suv va kanalizatsiya, issiq yoki issiq suv chiqindi bo'yicha kvitansiyalarni ko'r-ko'rona to'lab yurmasligi kerak. Agar siz yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, daromadingiz past bo'lsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz yoki maxsus imtiyozli toifaga kirsangiz, VPD kompensatsiya yoki qisman kompensatsiya olish huquqingiz bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat, ariza, tekshiruv va rasmiy murojaat kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kvitansiyalarıngizni yig'ing. Ro'yxatdagi odamlar sonini tekshiring. Mahallaga yoki inson markaziga boring. Yozma ariza topshiring. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu ishni ularning o'rniga siz bajaring. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi kvitansiya eng ko'p chiqapti? Kompensatsiya olishga urinib ko'rdingizmi? Video nima deb joyib bo'lsin. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga albatta yuboring.